Ko'rib bitta baho beringlar. Ko'z quvonyapti. Endi buni живой ko'rish kerak. Kamera buni tasvirlab bera olmayapti. Mana mijozimiz aka ikkita yonma-yon qurgan ekanlar. Shu uylariga shu trenddagi uголокimizdan olib kelib berdik. Hozir cho'tki qilib obzor qilib beramiz. Ko'rib turganinglardek, juda ham chiroyli chiqdi. Uylariga xuddi o'zlari uylariga mos yasalgandek bo'ldi. Ikkinchi xonalariga xuddi shunaqa stilda qo'ydilar. Juda ham chiroyli chiqdi. O'zlariga ham rosa yoqdi. Iltimos videoga tushib bering desak, "Yo'q, men uyalaman, tusha olmayman" dedilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Material bo'yicha ham, fason bo'yicha ham zo'ragan modelinglar. Bunaqa narsalarni hech qayerdan ko'rmadik, sizlarning do'konda ko'rdik. O'shaning uchun sizlardan bittada 3 ta xarid qildik. Bizga juda yoqdi dedilar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Zinat bilan birga kelib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Skidka narxida, juda ham chiroyli narxlarda qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol do'konimizga kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Hammalarga rahmat, kelinglar.